Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Xo'p, Instagramda bizni darvozamiz kuzatayotgan hurmatli obunachilarimiz sirasi like bosib, kommentariyada 1 dan 10 gacha bo'lgan baholar berib ketasizlar. Narxini oxirida aytib o'tib ketamiz. Hozir bitta obyektimizni darvozadan olib kelib topshirdik inshaalloh. Qalinligi 5,5 da bo'ldi. Rangi yong'oq svet, arix rang. Xo'p, ishlarimiz to'g'rida chiroyli holatda bo'ldi. Klublarimiz ham normalniy klub. Tagiga o'sha balonlarni qo'yyapmiz. Naqshlik o'zgacha uslubda doimiy qilayotgan darvozamizdan. Xo'p, buni kvadrati eni 3,5 ga, bo'yi 3 metrga chiqqan. Vaqtga qarab 1,5 oydan 75 kungacha tayyorlab beramiz. O'zingizlar fikrlar yozib, bu ishlarimiz qanaqa bo'ldi, holatlari qanaqa ekan, orqalarini ko'rib baholar berib qo'yasizlar. Xo'p, Instagramga ko'p gapirib bo'lmaydi. Ishda o'zi gapiryapti uni. Like bosib qo'ysanglar bo'ldi. Endi ochilib yopilishini ko'rib qo'yasizlar. Ochilib yopilish qanaqa ekan, endi ochmasdan video qilar degan akalarimizga mana ochilib yopilishlari moshniy holatda. Tayda balonlari bor. Mana balonlar tegib, mana shu doimiy ko'tarib turadi endi. Shu oshim-oshlarimiz temirdan bo'ldi. Karkashlarimiz temir. Xo'p, ishimiz o'zi yog'och. Mana atroflari ham yog'och. Orqasiga ham naqshlarni o'yib qo'yganmiz. Orqadan ham chiroyli turadi. Endi doimiy navbatida bemalol artaveradi. Beteklaklardan ishlatamiz. Navbatida arti, qurulatada chiroyli artsa uzoqqa yaraydi. Oldindan bir ko'rib beramiz. Vagonkalari 36 sm ga chiqdi. Moshniy holatda bo'ldi. Faqat sizlardan like, podeshga obuna bo'lishni unutmaysizlar. Inshaalloh 2026 oxirida 100 ming obunachi bo'lishlikka nasib qilsin. Charchamanglar.